Zirock Play kanaliga xush kelibsizlar va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Игральная turga Silindrli Zestchol degan o'yinni mazza qilib o'ynab dam olishga harakat qilamiz. Hop, undan oldin bitta videochamizga bitta like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Voy serfasingiz varshi loy bo'lib ketibdi. Hop, короче, mana shu o'yinni mazza qilib dam olamizmi? Xullas, mana shunday. Hop, короче, anchadan beri video chiqarmaganimga aktiv tushib ketdi. Shuning uchun aktiv ko'tarish uchun bitta like bosib qo'yasizlar degan bitta mana bitta kalit. Akalar, mana bitta fyuz bor ekan, olib ratska fyuzni. Hop, endi sekin-sekin bir boshda xonalarni ochib boshlaymiz. Hop, bitta xona deb kalit, hop, bitta fyuz yaxshi. Hozircha akalar, jon bor ekan, jon tugaysa mana shu yerga kelamiz. Akalar, Teddy bor ekan, Teddy, mayli Teddyni ham ushlab olamiz. Hop, oxiri baribir Teddyni ushlab olib kel deydi. Biz hozir ushlab olamiz yonimizda. Lekin akalar, Teddyni ushlaganimizga Silindrli opani jahli chiqib ketishi mumkin. Hop, shuning uchun bekor ushladikmi deymanda. Mayli akalar, bond berish yo'q, qani och. Hop, hech balo yo'q. Hech balo yo'q. Nahotki shunday katta xonada bitta kalit yo boshqa narsa yo'q bo'lsa, hop, lekin akalar har bitta burchagini yaxshilab qarash kerak. Har bitta joyiga qaralmadimi? Silindrli opa qoch. Jon nanchisini ishda, hop, mayli mana shu yerda jon bor, shuni olaylik. Ana jonimiz bit bo'lsa baba yaxshida. Ko'rdilaring o'zi Silindrli opa bir rovga chiqib jonni qanchalik ichib tashlaganini. Hop, короче, endi bu tomonni qaraymiz. Bu tomonda ham normalniy narsalar chiqadi degan bittamiz. Hop, qani och. Mana bitta kalitni olay. Ol kalitni. Hop, yaxshi ikkita kalit. Hop, akalarni ana bu yerda fyuz bor ekan. Silindrli opa chiqdi yana. Qandaydir oldingi versiyasida do'stlar burilsa tez burilardi. Hozir вообще etib ekranni urib yorishga ham to'g'ri kelyapti. Mayli, mana shu yerda ham ikkita xona bor. Qani och, bitta kalit ketdi. Hop, endi kalitga yarasha nimadir chiqarmikin do'stlar mana shu yerda ham. Mana shunday qarab boramiz, keyin qaytishda ham qaraymiz. Menimcha hamma xonaga narsa bekitilgan bo'lsa kerak. Bitta kalit chiqdi, yana bitta fyuz ham chiqishi kerak endi. Yo'q akalar, fyuz chiqmadi. Men fyuz bizga hozircha kalit ham kerak, lekin fyuz undan ham ko'proq kerak-da. Chunki fyuzsiz hop biz eshikni вообще ocha olmaymiz. Hop, biz bu o'yinda eshikni ochib qochib ketishimiz kerakki, Silindrli opa ko'timizdan birgina tepada. Xuddi kelajakka tegandek biz voy enajon deb yiqilamiz. Hop, endi bu qavatda hop ikkita fyuz, 3-4 ta kalit bor ekan. Hop, bu tepa qavatda ham xonalar bor ekan. Mayli, ana shu yerlarni tekshiramiz. Hop, endi bu o'yinda maqsad shu eshikni ochib qochib ketishmikin yo Silindrli opani narsa qilishmikin? Hop, mayli. Hop, kalit tekindan olamiz. Hop, nima ekan? Mana shu yerlarda ham bitta. Mana 3 ta fyuz bo'ldi. Hop, mana bu jon yetarli hozircha bizda. Hop, mana bu o'tlarni ham bitta kallamizni tiqib chiqamiz. Hop, mayli, hozircha 3 ta topdik, yana 5 ta fyuz kerak. Mana shu oshxonadan ham chiqsa kerak deb o'ylayman, chunki oshxonada ham ko'p narsalar bekitadi. Hop, hammasini ochib ko'rish kerak. Silindrli o'yinlarda birdaniga ortga umuman qaramanglar, chunki Silindrli opa kelgan bo'ladi. Mana ko'rdik, Silindrli opa keldi. Hop, chunki Silindrli opa poylab turadi do'stlar, sizlar orqaga qarashinglarni. Mana akalar 4 ta topdik, yana 4 tagina kerak. Hop, короче, Silindrli opa poylab turadi. Sizlar orqaga qarashinglarni, qondiy zamaratishga deb cho'chitib yoradi sizlarni. Hop, mana короче, jonni olamiz. Mana bu yerdagi fyuzni ham olamiz. Hop, yaxshi. Endi do'stlar, atiga 3 tagina fyuzcha qoldi. Hop, pastki qavatlar, boshqa qavatlarni ham birma-bir tekshirsak chiqib qolar. Hop, lekin oxiriga borganda bitta fyuz qoladi. Вообще o'shani topish qiyin bo'lib ketadi. Bilmayman, ataydan bekitarmikin. Hop, keyin do'stlar, men mana shu Silindrlining ham bitta versiyasini ko'rdim. Ya'ni Silindrli opani uyda Green xolajonimizni qo'yib tashlagan bor. Tasavvur qilyapsizlarmi? Xola bilan quvlashib, hop, fyuzlarni yig'ish tasavvur qilib ko'ringlar. Hop, obunachilarim 500 ta qilib bersalaring men shu o'ynayman. Hop, mana hop 6 ta bo'ldi fyuz. Hop, yaxshi, bu cho'ta kasalxonami deymanda, lekin mana shu yerda men yotmagan bo'lardim. Вообще qaranglar, devorlar o'g'irlab yotibdi. Hop, mana shu yerni ham qaraymiz, qani vrachga och. Hop, menimcha qolgan fyuzlar bekik xonalardan chiqsa kerak, chunki 3 ta kalitimiz turibdi hali. Hop, bu kalit degani endi bekik xonalarda bo'ladi-da. Mana bitta kalit ketdi. Endi mana shu yerdan
Ha, mana fyuz chiqdi akalar. Endi atiga bitta fyuzcha qoldi. Hop, o'shani ham topsak bu o'yindan qochib ketamiz. Hop. Endi bitta fyuz qidirish uchun pastga ham tushishimiz kerak do'stlar. Och kim yop qo'ydi shiydi. Hop, ana bu yerni tekshirdingmi yo'qmi do'stlar? Hop, esimdan chiqib qoldi hozir. Akalar tekshiribmiz. Короче, endi pastki qavatga tushamiz. Hop, o'zi biz mana shu yerdan keldik. Menimcha ana shu past qavatda ham bor. Oxirgi fyuz ham ana shu yerda, hop, bu yerda jon bor ekan. Hop, qani endi mana shu yerni ochib qaraymiz. Hop, yo'qmikin do'stlar bu yerda bitta fyuz. Bittagina fyuz kerak. Mayli, yana bir marta qarab kelamiz. Chota qayerdadir qaramadik, shuning uchun chiqmadi. Bu o'yinni matematikasi xato ketishi mumkin emas. Hop. Qaraymiz, chiq tepaga tez-tez bo'lbiratishga. Hop. Qayerda qaramariga do'stlar, yo eng tepada ham bir qavat bormi deymanda. Hop. Do'stlar, mana ekan, ko'rdilaringmi, odamni yomon ahmoq qiladi. Slendrin opa ham yuchimga sal qolay deganda chiqdi mana. Hop. Ko'rdilaringmi, har bir burchagida nazarga olmasalaring bu o'yinda hop topolmaysizlar. Xo'sh. Tushamiz pastga. Hop. Ana sekinlik bilan tushib mana shu yerga qo'ysak, keyin bizga eshikni ochib beradi. Hop. Bo'ldi akalar, endi eng tepaga chiqamiz. Hop, bu yer katyolxona ekan. Hop. Kirib chiqqaning tez bo'lay biratishga. Вообще-то lekin ba'zi presetlarda вообще qochish qiyin bo'lardi. Bu safar yaxshi tez qochdim. Hop, oldin loylovga o'xshab qayerga qaramadim deb yuraverardim. Hop, короче, Slendrin opaga Teddini berishimiz kerak mana. Hop, mana rasm berdi. Voy, Slendrin opa, siz kerak emas edingiz. U akalar jonni ichib tashladi. Вообще-то jonni ichib tashladi. Hop, qani endi sekin tushib ketamizda mana shu rasmni olib biz qochgan hisoblanamizda. Voy akalar, orqadan kimdir yomon belga kelajakka teganday bo'ldi. Hop, kim tepdi ekan? Slendrin opa kelyapti. Slendrin opa chota. Slendrin opa mana shu rasmdagi mana shu qizmikin do'stlar, nima deysizlar? Qaranglar, shunchalik vahshiy bo'lib ketarmikin. Demak Slendrin opa mana shu suratdagi qiz. Hop, Slendrin opa yo'qoldi. Qayerga ketdi ekan opa? Hop, ana biz sekin hushimizdan ketib va aytayaptiki, hozir bratishga esa yorvordi, professionalsan deyapti. Hop, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Keyingi videoda ko'rishguncha joningiz sog' bo'lsin. Hammaga xayr.